alaykum YouTube kuzatuvchilari. Bugun Gidroxid 6-do'konimizni yangiligi emas bu. Xo'p, o'rtoqlar 76 lik benzinli nasosimiz kelgan, ko'rishlar mumkin. Ham benzinga ishlaydi, ham orqa tarafida mana ko'rishlar mumkin, propanga ham ishlaydi. Xo'p, o'rtoqlar, buni birma-bir tanishtirib o'tib ketaman. Qanday suv chiqaradi, qayerlarga baho berish kerak, olib turganlarni birma-bir tushuntirib o'tib ketaman. Xo'p, videomizni boshlaydigan bo'lsak, Baykel firmamiz bo'ladi, akalar, 76 nasos. Buni ko'p akalar tushunib olishyaptilar. Bu 170 blokli bo'ladi. Buni akalar pashkasi ham bor, 168 blokli bo'ladi. Bu kichkina blok bo'ladi. Bu 170 blok bu akalar, katta bloklar. Va bundan tashqari 76 lik pompasi katta pompa bo'ladi, akalar. Uncha zarbaga ham o'rtoqlar sinib ketmaydi. Xo'p, keyin akalar, buni 76 lik motorni yana bitta joyiga ahamiyat berib olishlaringiz kerak. Mana bu yerda отдельный sim chiqarib qo'ygan. Bu nima deyishlari mumkin? Bu motordan chiqqan sim, bu yog'ni maslisi datchiga bo'ladi, o'rtoqlar. Misol yog'laring kam bo'lib qolsa, mana shu narsa o'zini o'chirib qo'yadi. Bu o't suvoy zashta degani, motorlaring uzoqroqqa yetib boradi degani. Va yog' kam bo'lsa, misol yog'laring misol quydilaring где-то 1 oy o'tib ketdi yoki 2 oy o'tib ketdi va o'zini uzib qo'yadi. Xo'p, o'rtoqlar, bu faqat tortma bilan yarimta tortqa. Akalar, mana ko'rishlar mumkin, 170 blok, 170 F deb yozib qo'ygan. Xo'p, bu yarimta tortqa litriga o'rtoqlar, mana ko'rishlar mumkin, 1 litrdan 1 litr 200 grammgacha rasxod qiladi, nagoskaga qarab o'rtoqlar. Svecha kulishlari, svechalari mana bu yerda bor va gazga ishlaydigan joyi. Ko'rishlar mumkin, mana bu yerdan gazni shlankalari tiqib qo'yiladi. Ikkita bosiladi, gazga o'tadi. Xo'p, o'rtoqlar, buni orqa tarafini ko'rib o'tyapsizlar. Va buni komplektida nimalari bor? Mana bunda 76 lik o'sha zugonlari bo'ladi. Ichida mana xomitlari ham bo'ladi, ko'rinyaptimi? Sariq narsalar. Xo'p, o'rtoqlar, xomiti bo'ladi, original, ichida o'sha zugonlari bo'ladi. Buni ham mana ko'rishingiz mumkin. Temirdan bo'ladi. Xo'p, bu ham o'rtoqlar ko'p chiqyapti, plastmassa chiqyapti o'rtoqlar, qora bu. Bu sizlarga alyumin uzoqroqqa chidab beradigan qilib beryapmiz. Xo'p, keyin akalar, komplektida mana bunday podushkalar va svecha kuluchi va kitobchasi chiqadi. O'rtoqlar, narxi kelib turadigan bo'lsa 1 million 300 ming so'm, vodiy bo'ylab dastavka xizmatimiz bepul. 12 viloyat bo'ylab o'rtoqlar kelishilgan hollarda bo'ladi. Videomiz yoqqan bo'lsa like, podpiska tugmasini bosib qo'yishingizdan chiqmasin. Bizga bog'lanish uchun pastdagi nomerlarga murojaat qilaverasizlar.